Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 1-may kuni Toshkentdan mana Qo'yliqdan kirib kelgan davlat qonuniy avtobuslarimiz kirib keldi. Toshkent Qo'yliqqa kim Toshkentdan Moskva shahriga, Sankt-Peterburg shahriga ketish istagida bo'lsa, kelish istagida bo'lsa, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Mana Qo'yliqdan. Aşağıda. Aynen. Nima deysan, aka, yaxshimi? Primoy Toshkentda o'zida o'tiryapsizmi? Mana. Doğrusu 1-may kungi avtobusimiz mana hamma yo'lovchilar sumkalarini o'rnashtirib boryapti. Avtobus ichki holatini hozir tanishtirib va ko'rsatib o'tamiz. Avtobusimiz ichki holatida hamma sharoitiga ega davlat qonuniy avtobuslar. Ayollar, bola chaqalilar, er xotinlar oldi qatordan joylashadi, keyin erkaklar, aka-ukalar. Avtobusimiz ichki holatida konditsioner, hamma shu. Bratishka, cho'tam, nima gap avtobus to'g'risida fikringiz qisqacha? Yaxshimikan? Bo'ldi, gap. Nima deysiz aka? Mana nasib endi Xudo xolasa yetib borsak keyin aytamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar ketishdagida bo'lsanglar, shunaqa avtobuslarimiz 1-may kuni Toshkentdan Moskvaga chiqib ketmoqda. Oldidan ortdan o'tiramiz.